Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Mana bugungi mehmonimiz Honor X8C degan telefonimiz bilan akkauntga tushib o'tiribdi. Oldinga yozamiz. Wi-Fi ga olganmiz. Akkaunt ochish masalasini not corporate mana pin kodga tushib o'tiribdi. Uni pinni bilmaymiz. Google akkaunti ham bilmaydi egasi. Shuning akkauntini ochamiz. Demak, bu uchun Pensit narxi yaxshisi. Yaxshisi emas. Kichkina bo'ladi. Shira turdi-ku. Telefonda mana bu ikkita nuqtasini ko'rib tursinlar. Mana shu ikkita nuqtasiga salafoncha qilganmiz. Ma'nosi kameraga shikast yetmasligi uchun. Mana shu ikkasi tez pinot qilinadi. Telefon o'chirilgan holatda tez pinot. Bizga uchun kerak narsamiz. Demak, gidrani o'chib olamiz. Telefonda batareykasini sug'urib, boshqatdan tiqib olamiz. Endi bu yog'ini ekrandan tomosha qilib ketasizlar. Monitorda dispetcherskiy устройствоdan sizlarga komport ulanganini ko'rsatib berishim kerak. Gidratulni Qualcomm protsessor uchun Qualcomm bo'limiga o'tib olamiz. Demak, Qualcomm bo'limi hamma narsasi avto turadi. Keyin buni e'tibor qilamiz. Read info bosamiz. Oddiy USB kabel. Aytgan paytda qiladi-da. Tez minut qo'yib oldik. 1 2 3. Mana ko'rdinglar. Bu yerda mana 800 900 18 port chiqdi. Bu gidra o'qishini ko'ryapsizlar mana. Tizimda ichiga kirib oldi. Tizimga kirgandan keyin mana telefon, manaki o'sha xotirasi, manaki 128 gigabaytlik UFC. Demak, o'tamiz. Kattaroq qilib olamiz buni sizlar uchun. Demak, e'tibor qilasizlar bu qismiga. Demak, bu qismidan biza Fairprest patent degan bo'limga o'tib olamiz va flash mod bo'limidan avtoni tanlaymiz va avto reboot ichga qo'yilganda buni eksklyutorni bosamiz va kutamiz natijani. Telefonimiz USB ulangan. Mana eng qiziq joyi mana bu yerda bo'ldi. Mana telefonimiz.
Mana e'tibor qilasizlar, mana Fireplay Reset oqtib chiqdi. Shunisiga e'tibor qilasizlar. Telefonimiz bilan yonyapti mana. Kabeldan uzilgani yo'q. Oldingi rostni boshladik. Bir yuz oltmishga 210. 160-210 Xitoyda. Qaniydan, asfaltdan olasiz. Kelishtirmaysizmi aka buni? Qaysini aka? Ha? Qaysini? 210 mingga. 200 qilib beramiz aka. Mana e'tibor qilasizmi? Spark mana Skype. Skype chiqdi mana Skype. Telefon ochildi. Gidrotoolda bo'ldi bu narsa. Gidrotool qilib bera oldi buni. Mana. Videomiz yoqqan bo'lsa, podpiska tashlab qo'yinglar, sog' bo'ling.